Oh my god. Vivo. Hey, hammaga salom, sizlar bilan har doimdek Ulug'bek do'stlar. Bugungi videomizda Vivo'ning yangi V60 Lite telefonini obzor qilamiz. O'zbekiston bo'yicha birinchilardan obzor qilamiz desak ham bo'laveradi. Shuning uchun videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar hoziroq. Tak, bu telefonning narxi $300 atrofida do'stlar. Lekin bu V60 Lite'da 5G varianti ham bor va 4G varianti ham bor do'stlar. Qo'limdagi 4G'si va endi 4G bilan 5G ning nima farqi bor va o'zi narxiga arziydimi do'stlar? Bugungi videomizda hammasini aniqlashtirib chiqamiz va o'zi Vivo telefonlar ko'proq kameraga urg'u bergan do'stlar. Endi kamerasini ham maksimal tekshirib ko'ramiz va o'yinlarda ham har doimdek o'ynab ko'ramiz do'stlar. Qisqasi narxiga arziydimi degan savolga javob topamiz. Kelinglar dizaynini ko'rib olamiz. Ketdi. Hali bu telefonni umuman dizaynini va shu ko'rmadik, hozir jivoy o'zini ko'ramiz. Tak, nimadan ochamiz? Pultni ochamiz. Yo'q. Kelinglar mishkada ochamiz. Xo'p. Tak, mishka bilan ochish usulini oxirida o'rgataman. Tak, okey. Tak, ko'rishinglar mumkin. Telefonni o'zi bizani kutib oldi do'stlar. Tak, olish. Kichkina ekan. Tak, chekka qo'yib turamiz do'stlar. Telefonni endi ichidan nimalar chiqar ekan ko'ramiz. Tak, uni tagida wow, chexoli chiqar ekan. Okey, lekin sarg'ayib ketadi. Materiali yaxshi, yumshoq, lekin sarg'ayib ketadi do'stlar. Kamchiliklardan biri talon qog'ozchalari. Tak, blok pitanasini ko'rishinglar mumkin va 90 vatli blok pitana do'stlar. Wow. Kattaligini ham endi o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Va o'zini original kabeli chiqar ekan va uni tagida esa SIM kart uchun skripkasi ham bor ekan. Tak, uni tagida-chi. Hech narsa. Okey. Endi telefon o'ziga kelamiz. Voy, orqasini shuni ko'rib qoldim. Rangini ko'rishinglar mumkin do'stlar. Tak, давайте живой ko'ramiz. Och. Muammo ekan deydi. Tak, okey. Telefon dizayni va ranglarini ko'rishinglar mumkin do'stlar. Qora rang va och siyoh rangi bor ekan, ya'ni shu binafsha rangi bor ekan do'stlar. Endi qora rang juda ham zerikarli, men juda ham zerikib ketganman to'g'risi, lekin men bu binafsha rangi qanaqadir o'zgacha rang ekan do'stlar, menga juda ham yoqdi va katta ko'zga tez tashlanadigan ranglardan biri ekan do'stlar. Xo'p, orqa korpusi matviy plastikdan qilingan ekan do'stlar. Ortiqcha hech qanaqa dog'lar bilinmaydi. Mana ko'rishinglar mumkin va chekka qismi ham matviy plastik hech qanaqa qo'lingizdan sirpanib ketmaydi do'stlar. Hammasi zo'r va stereo dinamikasi bor ekan do'stlar. Tepa pastida ham dinamiklari bor ekan. Kamera joylashuvlarini o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Hech qanaqa ortiqcha narsalar yo'q va hech qanaqa qo'lingizga xalaqdan bermaydi do'stlar. Mana tak, va ekraniga keladigan bo'lsak, hali telefon yoqilmagan, mana ko'rishinglar mumkin. Endi bu telefonning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak do'stlar, ekran diagonali 6.77 dyum do'stlar. Endi ancha katta, men misol uchun ishlatib ko'rdim, YouTube yoki qanaqadir kino ko'rayotgan bo'lsanglar, hech qanaqa muammolarga uchramaysizlar, maza qilib ko'rsanglar bo'lar ekan do'stlar. Xo'p, endi protsessorga keladigan bo'lsak do'stlar, Snapdragon 685 va 6 nanometrli ekan do'stlar. Lekin protsessori sal eskiroq ekan, nimaga bunaqa deyotganimni video davomida tushunib olasizlar. Eng muhimi 2 yillik kafolati ham bor. Batareya hajmiga keladigan bo'lsak do'stlar, 6500 mAh. O'sha 6500 mAhlik batareyalar oddiy holga aylanib boryapti do'stlar. Lekin iPhone endi 5000 taliga chiqyapti. Xo'p, endi bu 6500 batareya o'zi necha soatda to'lar ekan, 100% dan 0% qancha vaqtda tushar ekan, uni hammasini hozir video davomida tekshirib ko'ramiz do'stlar. Bu aytganimdek Vivo V60 Lite 4G varianti do'stlar va 4G ishlaydi, 5G ishlamaydi. IP65 himoyasi ham mavjud, NFC moduli bor va 192 gram. Ancha yengil do'stlar. Endi 4G bilan 5G ning nima farqi bor deyotgan bo'lsanglar, 4G da protsessori Snapdragon 685 6 nanometrli bo'lsa, 5G da MediaTek Dimensity 7360 4 nanometrli. Ancha yaxshiroq deganida va 5G da o'sha 5G ishlaydi do'stlar va yana bitta farqi bor. Korobkasida mana shu burchagiga 5G deb yozilgan bo'ladi. Xarakteristikalari bilan tanishib chiqdik. Endi bu telefon nimalarga qodirligini hozir ko'ramiz. Ko'rishinglar mumkin do'stlar, hamma o'yinlarni tayyor qilib qo'yganman va birinchi har doimdek PUBG o'yindan boshlaymiz va necha sekund o'yinga kirar ekan hozir tekshirib ko'ramiz. Mana o'yinga ham kirib oldik do'stlar. Mana ko'rishinglar mumkin necha sekundda o'yinga kirganini. Tak, hammasi o'z joyida. Ana FPS-imizni to'g'rilab testimizni boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz samolyotdan sakraganda va odam ko'p joyga tushib ko'ramiz. Telefon qotadimi hozir tekshirib ko'ramiz do'stlar shuni. Tak, 1 2 3 ketdi.
Tak, samolyotda sakradik va ozgina qochishlar bor do'stlar. Atrofda odam bo'lganligi uchun telefon ozgina qotdi. Tak, nimagadir haligacha karta ochilmayapti do'stlar va yerga tushdik. Yerga tushganimizda ko'rishinglar mumkin, hech qanaqa qochishlar bo'lmadi. Lekin FPS tushib ketadi. FPS hammasi to'g'rilangan lekin. Tak, okey, giroskop bormi? Hozir tekshirib ko'ramiz. Men o'ldim nagarman. Tak. Giroskop ko'rishinglar mumkin do'stlar, giroskop yaxshi ishlaydi-ku. Endi o'yin davomini tekshirib ko'ramiz. Kelinglar Close jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Tak, Close jarayonlarini o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. Kamchiliklar yo'q emas, bor. Tak, endi oldimizda turgan mashinani portlatib ko'ramiz va bunda ham qanaqadir kamchiliklar bo'ladimi tekshirib ko'ramiz. Tak, mashina portladi, lekin portlagan zavod hech qanaqa qochishlar bo'lmadi. Tak, ana endi oldimizdagi odamni granata orqali o'ldirib ko'ramiz. Tak, telefon ana endi his qildi do'stlar, lekin telefonda ortiqcha qochishlar bo'lmadi. Klassik rejimni ko'rdik do'stlar, men jiddiy kamchilikni umuman sezmadim. Ana endi haqiqiy telefonni qiynab qo'yadigan joy bootcampga tushib ko'ramiz do'stlar va haqiqiy kamchiliklarni ko'ramiz. Ketdi. Tak, yerga tushdik. Yerga tushganda o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Qochishlar bor. Yerdagi narsalar kech ochilyapti do'stlar. Haligacha qochish bor do'stlar. Mana FPS haligacha past. Aniq necha FPS ishini hozir ko'rib chiqamiz do'stlar. Mana ko'rishinglar mumkin. Sverx planniga o'tkazganimizda Extreme 60 FPS ishlab berar ekan. Plannida уже 45 FPS ga tushib olar ekan. Balans esa 30 FPS, высокий уже ishlamas ekan. Faqatgina Sverx plannida 60 FPS ishlab berar ekan do'stlar. Tak, lobbyda ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin desam yo'q do'stlar. Bu yerda faqatgina plannida 60 FPS ishlarkan. Tak, 60 FPS ko'rishinglar mumkin do'stlar. To'g'ri, grafika kuchsizroq, soyalari yo'q, lekin ishlashi ancha yoqimli. Lekin Asphalt 9 o'yinida hech qanaqa kamchiliklar bo'lmadi. Ranglar, FPSlar hammasi o'z joyida. Telefonda maksimal qiynashga va FPS qanaqadir tushib chiqarmikan deb o'ylagandim, lekin avariya jarayonida ham hech qanaqa FPS tushib ketishlar kuzatilmadi. Delta Force o'yinida maksimal 30 FPS gacha ishlayotgan, agar grafikani kuchaytirsanglar 20 FPS ga tushib qolar ekan. Lekin 30 FPS bo'lishiga qaramay telefonda hech qanaqa kamchiliklar bo'lmadi. Atrofimizda odam ko'p, atakalar juda ham kuchayib ketgan payt ham telefonda laglar, qochishlar bo'lmadi do'stlar. Tak, o'yin holatlarini o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. Tak, endi kamchiliklari keladigan bo'lsak, PUBG ni o'zingizlar ko'rdinglar. Nastroykasida 60 FPS yozilgan, lekin men hech qanaqa 60 FPS his qilmadim do'stlar. Stabil 60 FPS ishlab bermas ekan va agar giroskopda o'ynasanglar, giroskopda ham ozgina zadержкасы bor ekan. Bu close fight jarayonida qiynalasizlar degani do'stlar. Va grafik protsessoriga keladigan bo'lsak, ochib berishga sal qiynalyapti, chunki eventga yoki qanaqadir joyga tushsanglar, ozgina ochilish muammo bor, ozgina qochishlar bor do'stlar. Agar atrofingizda odam bo'lsa, o'ldinglar hisob. Endi shunga o'xshash kuchli o'yinlar o'ynab ko'rdik. Asphalt 9 yoki Delta Force ham o'ynab ko'rdik. Hech qanaqa kamchiliklar men sezmadim. Asfaltda ranglari kuchli, hech qanaqa qochishlar bo'lmadi. Hammasi zo'r. Delta Force ham xuddi shunaqa, lekin Delta Force maksimal 30 FPS gacha ishlab berar ekan do'stlar. Lekin qochishlar bo'lmadi, eng muhimi. Tak, endi bu Vivo V60 Lite telefonini ikkita kamerasi nimalarga qodirligi va frontal kamerasini hammasini hozir tekshirib ko'ramiz sizlar bilan. Asosiy kamerasi 50 megapiksel va standart rejimdagi rasmni ko'rishinglar mumkin do'stlar. Hammasi o'z joyida, rangi, sifati hammasi yaxshi. Menga yoqdi do'stlar. Eng yoqqan tarafi menga portret rejimi bo'ldi, chunki fokusni o'z me'yorida berib qo'yar ekan. Ranglari, sifatlari hammasi o'z joyida, qisqasi menga portret rejimi ham yoqdi do'stlar. Endi 10x ga keladigan bo'lsak do'stlar, 10x da menimcha hech kim ishlatmasa kerak. Agar qachon ishlatadi, bekatda turgan odam uzoqdagi avtobus raqamini ko'rmaganligida
o'sha maksimal yaqinlashtirib rasmga olib o'sha raqamni ko'rish uchun ishlatishi mumkin do'stlar. Nega unaqa davomat? Chunki o'z ko'zim bilan shunaqa qilgan odamni ko'rganman do'stlar. Endi keng burchakli kameraga keladigan bo'lsak, keng burchakli kameramiz 5 megapiksel va sifatda 10x dan ancha yaxshiroq do'stlar. Endi keng burchakli kamera qachon ishlatiladi? Shu jamoaviy rasmlarga kerak bo'ladi. Endi tungi rejimdagi rasmlarga keladigan bo'lsak, standart rejimdagi rasmlarni mana ko'rishingiz mumkin. Avtomatik qanaqadir ranglar berib tashirkan, u sun'iy intellekt o'zi shunaqa ranglar berib tashirkan do'stlar va uni qanaqa to'g'rilaydi desanglar, uni to'g'rilash iloji bor. Mana o'ng tarafdagi rasmni ko'rishingiz mumkin. Birinchi fokus berib va ozgina yarkisini pasaytirsak do'stlar, xuddi shunaqa ortiqcha ranglarni olib tashlaydi va sizlarga sifatli rasmga olib beradi. Ana endi navbat videoga o'tamiz. Full HD 30 fps ko'rishingiz mumkin do'stlar. Sifatini Full HD 30 fps va 10x da. Va bu esa HD 60 fps do'stlar. Sifatini ko'rib baho berishingiz mumkin. HD 60 fps va 10x. Tak do'stlar, bu esa frontal kamerasi ko'rishingiz mumkin. Full HD 30 fps olar ekan. Ну, kачествоsi yaxshi. Baho beringlar endi. Full HD 30 fps da stabilizatorni tekshirib ko'ramiz do'stlar, yugurgan holda ketdi. Ana endi HD 60 fps stabilizatorni tekshirib ko'ramiz ketdi. Tungi syomkani ko'rishingiz mumkin do'stlar, Full HD 30 fps. Endi bu Vivo V60 Lite 6500 mAh batareya ekan. Xo'p, endi net soati to'lishi va 100% dan 0% ga net soati tusharkan hozir aniqlashtiramiz. Tak, ikkala ko'rishingiz mumkin. Telefonimizni 0% va o'zini original bo'lib bitani va kabeliga hozir zaryadga qo'yamiz. Telefonni zaryadga qo'ydik va telefonimizni 1%, soat esa 12:42 daqiqa. Mana o'zimiz soatini ham ko'rishingiz mumkin do'stlar. Zaryadga qo'ygandan keyin ropparos 6 daqiqaning ichida 10% ga to'ldi. Va 1dan 39 daqiqa o'tgandan keyin telefon 91% ga to'ldi. Ya'ni 57 daqiqaning ichida 91% ga to'ldi. Va nihoyat 1dan 56 daqiqa o'tgandan keyin 100% ga to'ldi. 0 dan 100% gacha 1 soat 15 daqiqada to'lar ekan. Endi 100% dan 0% ga net soat tushishini aniqlashtiramiz. Hozirgi soatimizda 2 dan 9 10 daqiqa o'tdi desak ham bo'laveradi. Hozircha YouTubedan jonli efir yoqib qo'yamiz do'stlar, lekin test davomida har xil o'yinlar o'ynab, telefonni maksimal qiynashga harakat qilamiz. Testni boshlaymiz. A few moments later. Hay okalar, hozir ko'chaga syomkaga chiqqanmiz. Telefon qo'limda. Nimaga? Chunki uyda qoldirish juda ham xato. O'shaning uchun qo'limda olganman, o'zim bilan bo'ynim bilan javob berishim kerak. Ekran o'chib qolmasligi kerak, o'shani qarab turishim kerak. Hali ekran o'chgani yo'q do'stlar. Soat 8 dan 52 daqiqa o'tdi va foiz 58% ga tushdi do'stlar. 0% kutamiz. Yarkis maksimal qiynalamiz lekin. Ko'rishingiz mumkin, soat kechki 2:30 va telefonimizning zaryadkasi 14% qoldi. Va nihoyat telefonimizni o'chdi do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin, soat 3 dan 57 daqiqa o'tdi. 6 soatdan oshiq PUBG o'ynadik, maksimal qiynadik va 6500 mAh batareya 13 soat 46 daqiqagacha bizga xizmat qilib berdi. Qoyil. Tak, zaryadga bog'liq bo'lgan testni o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. Telefon 1 soatdan oshiq vaqtni ichida 100% ga to'lar ekan. Bu endi yaxshi ko'rsatkich deb o'ylayman. Agar 100% dan 0% gacha tushirmoqchi bo'lsanglar, umuman uxlamasdan telefonga yopishib qolgan holda ishlatib, deyarli 14 soat vaqtinglarni ketkizsanglargina do'stlar, 100 dan 0% gacha tushira olasizlar. Lekin bunaqa ishlatishni men umuman maslahat bermayman. Endi batareyasiga keladigan bo'lsak, yaxshi chidab berdi do'stlar, menga yoqdi batareyasi. Vivo V60 Lite telefonni testini o'zingizlar ko'rdinglar do'stlar. Batareyasi, chidamligi, o'yinlarni hammasini sizlarga maksimal yetkazishga harakat qildim, hech qanaqa ko'pirtirmasdan yetkazishga harakat qildim do'stlar. O'zi Vivo telefonni ishlatadiganlar bormi? Agar ishlatadiganlar bo'lsa, qanaqa taassurot qolgan do'stlar? Vivo V60 Lite qanaqa taassurot qoldi? O sizlarga yoqdimi, o'zini narxiga arziydimi do'stlar? Shu bo'yicha o'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar do'stlar. Va
keyingi videomizda qanaqa telefonni obzor qilishimni va qanaqa test qilishimni xohlaysizlar. Tepadan tashlab ko'rishmi yoki suvda ishlatib ko'rishmi do'stlar? Uni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar bilan har doimdek Ulug'bek bo'ldi. Keyingi videoda uchrashguncha bay bay. Ko'rishguncha bay bay bo'lish kerak.